Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana men Gulchi Qo'qoliyevali. Esinglarda bo'lsa o'tgan safar seriya haqida video qildim. Chiroyli gullashi uchun qanaqa qilib butashlik haqida. Gullaganni videoga ola olmay qoldim. Sababi uyda ozgina ta'mirlash ishlari bo'lib qoldi. Xo'p, bu safargi videomiz seriyada ikkinchi marta butashlik haqida. Nima uchun ikkinchi marta butashimiz kerak? Sababi bundan ba'gi endi yana gullaydi-yu, endi guli sal cho'tal bo'ladi, to'p bo'lmaydi. Buni g'unchalar to gullaguncha betiga gulni to'koradi. Agar bu narsalar yana butab qo'yadigan bo'lsa, xudo xolasa boshqatdan yana to'p bo'lib, chiroyli bo'lib gullaydi. Men hozir butayman, endi videoning oxirida butab bo'lgan holatini ko'rsataman. Mana shu kesgan joyimizdan xudo xolasa polni kurtiylar va shu barglarning tepasi. Kurtiyni bilmaganlar uchun ma'lumot. Gulda avvali gullamagani g'uncha deyiladi. Bargda avvali ham shu kurtiy deyiladi. Bilmaganlar uchun ma'lumot. Mana shunaqa qilib kesib tashlaverasizlar. Xudo xolasa mana shunaqa qilib boshqatdan kurtiylaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, kesishdan maqsad boshqatdan chiroyli gullatish. Bu hozir urug'laveradigan bo'lsa, kuchi uruqqa ketib qoladi. Guli ham unchalik sifatli bo'lmaydi. Ularni kesorish kerak, qo'rqmasdan, ayamasdan. Endi bu gal nasib bo'lsa bir video qilaman. Xudo xolasa bir ulashaman sizlar bilan qanaqa gullaganligi haqida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Seriyamizni butab tashladim. Qo'pol qilib aytganda kal holatga olib chiqib yudim. Xudo xolasa bir 20 kun, 25 kundan keyin rezultatni bir ko'rsataman.